Nikoh va chiroy. Savol. Assalomu alaykum. Nikoh obyektini tanlashda chiroyga ahamiyat berilamdi. Berilsa, qaysi darajada? Muhim omillardanmi? Oyat va yoki hadisdan dalil bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Nikoh degan islomda er bilan ayol o'ttiridiki, shar'iy rishtadan iborat bo'lib, er bilan ayol bu nikoh orqali to'yning maqsadlarini vujudga chiqarishni ko'zlaydigan shar'iy bir juft bo'ladi. Odatda nikohdan burun juftini tanlash, andin oilasiga berib to'y taklifi berishdek muqaddimalar bo'ladi. Andin nikoh bilan to'y bo'ladi. Er-xotinlik rishtasi intayin mahkam ham xatiri bor rishtalarning biridir. Undaq bo'lishda inson bu rishtaga tanlagan jufti uning umrlik rafiqasi, kelajakdagi farzandlarning onasi, ya'ni eng yaqin qadinisi bo'ladi. Shunga tanlaganda to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan o'lcham bo'yicha tanlash lozim. Ya'ni diyonatlik, go'zal, boy, nasabi esil degandek. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol kishi 4 xislat uchun nikohlanadi: mol mulki, nasabi, husn jamoli va diyonati. Shunga sen diyonatlik ayolga erishganki, saodatlik bo'lg'aysan degan. Demak, kishilar o'ylanmoqchi bo'lganda odatda shu 4 xislatni ko'zda tutadi. Bularning birorsi uchun o'ylanish joiz. Lekin diyonatlik bo'lgani eng afzal deb qaraladi. Agar ikki ayol diyonatda tang barobar kelib qolib, mol mulki, nasabi, husn jamoli jihatda o'xshash bo'lmasa, boy yoki tegi isli yoki sohib jamol bo'lgani tanlanadi. Diyonatli kishining butun diqqati barliq ishlarda, bo'libmi uzun muddat birga yashaydigan juftini tanlashda diyonatli bo'lishi loyiqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning "Shunga sen diyonatli ayolga erishganki, saodatlik bo'lg'aysan" degan so'zimi diyonatli ayolni tanlash uchun berilgan ko'rsatmadir. Navoda ayolning husn jamoli yoki boyligi bilan o'ylanishga qiziqib qolib, diyonatining susligiga parvo qilmagan ahvolda nikohdan ko'zlangan maqsadlar vujudga chiqmay qoladi. O'zi boy yoki sohib jamol bo'lib, Allohning arining haqlariga rioya qilmaydigan, xuyi bor, qiliqi sat, axloqi nachar ayol bo'lsa, arining ko'ngli qandoqmi xotirjam bo'lsin, qandoqmi arom olalasin, farzandlarini qandoqmi sog'lom tarbiyalab boqalasin. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyo degan vaqtli halovatdir. Shu halovatning eng yaxshisi soliha ayoldir degan. Soliha ayolning tarifi bir hadisda qarasa ko'ngilni xush qiladigan, buyursa itoat qiladigan, bir yerga ketib qolsa ippitini, erning mol-mulkini saqlash orqali uning omonatini qo'g'daydigan deb bayon qilingan. Alloh taolamo soliha ayolni mundoq tariflagan. Shunga soliha ayollar itoat qilib turadigan, erlar yanida bo'lmagan chaqlarda Allohning saqlashi bilan erlarning haqlarini saqlaydiganlardir. Nisa surasi 34-oyat. Demak, soliha ayol degan diyonatli yaxshi, Allohga va gunoh bo'lmagan ishlarda eriga itoat qiladigan, erining sharafini, mol-mulkini va farzandlarini qo'g'daydigan ayoldir. Allah Taalaning mushrik ayollar iman aytmoqcha ularni nikohinglarga olmanglar. Mushrik ayol sizlarni maftun qilgan taqdirdami, mu'min ayol albatta uningdan yaxshidir degan oyatimi diyonatning ahamiyatini ko'rsatadi. Agar ayolning diyonati so'z, istili nachar bo'lsa, yot erlar bilan xohlagancha aralashib, tartishib yurib, er yanida bor yoki yo'q chaqlarda omonatiga xiyonat qilib, ippitini saqlamaydigan, erning yuzini to'kadigan bo'lsa, bundaq ayolning eri saodatga erisholmaydi. Aksicha, diyonatlik ayol erining ko'nglini avundirish bilan birga erini oxiratlik saodatga erishtirishga yordamchi bo'ladi. Eri taat ibodatlarda susluq qilib qolsa, taatga haydakchi bo'ladi. Namozga uyg'otadi, zakotni vaqtida to'liq berishni eskartadi. Halol rizq bilan yashashga, haromdan yiroq bo'lishga sabab bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inson saqlaydigan eng afzal narsaning qaysi ekanligi haqida to'xtalib, shukr qanoatchan dil, zikrliq til, oxiratda asqatadigan ishlarni qilishda yordam qilib turadigan mu'min xotin degan. Hamda diyonatlikni elishga qarata qilingan targ'ib hargizmi husn jamolning e'tibori yo'q, sat bo'lishi kerak yoki chiroyli bo'lsa bo'lmaydi deganlik emas. Lekin islom mezonida diyonat go'zallikka qaraganda vazni ig'ir bosadi. Husn jamoli bo'lsa, martaba jihatda diyonatdan keyin turadi deganlikdir. Alloh taolaning ularning husn jamoli sang yarab qolgan taqdirdimi degan so'zimi ashuni ko'rsatadi. Imom G'azali rahmatullohi alayh aytadi:
Biz yuqorida diyanetlik ayolni elish haqida naql qilgan targ'ibot ayol kishi chiroy go'zalligi uchunla tanlanmaydi degan ko'rsatmalar chiroy go'zalligiga e'tibor bilan qarama deganlik emas. Balki bu diyanati nachar bo'lsa-mu faqat chiroy go'zalligini debla xotin elishdan to'sishdan iborat. Chunki odatda ko'pincha ahvolda diyanatga sal qarilib, chiroy go'zalligi to'yga qiziqtiradi. Undaq bo'lgan ekan, diyanatlik ham chiroyli xotin elish eng afzal. Agar ikkining birini tanlash kerak bo'lsa, albatta diyanatlikni tanlash muayyanlashadi. Agar ikkisi diyanatda barobar kelsa, chiroyliroqini tanlash afzal bo'ladi. Chiroyliqni elish mustahab bo'lg'achqa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni elchi avatishdan, nikohiga elishdan burun almoqchi bo'lgan qizga qarab, ondan elchi avatishni ko'rsatgan. Bu qarashdan maqsad ayolning chiroy va badan go'zalligidir. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu bir xotinga elchi salganini aytganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga qarab baq. Bu sizlarning oranglardagi so'yguning davomlashishi uchun texmi yaxshi deb uni almoqchi bo'lgan ayolni ko'rib beqishga buyurgan. Ayol go'zal bo'lsa, erning sirtqa qarab qolmasligi, harom ish qilib solmaslik uchun foydasi bo'lishi mumkin. Lekin bu algan ayol ham diyonatlik, ham chiroyli bo'lganda shundoq. Lekin diyonat o'lchamiga rioya qilmay turib, algandan keyin asta-asta diyonatlik qilib olmangu deyish bilan davomli ko'zlangan natijaga erishgil bo'lmaydi. Ayol go'zal bo'lsalar, erini cho'qim baxtli qila olamdi. Natayin. Chunki biz jamiyatda ayollar go'zal nurg'un erlarning nadomat chekib yurganligini, ayollar ancha go'zal emas nurg'un erlarning xotirjam yurganligini ko'ramiz. Erning saodatli bo'lishi uchun ayolning diyonatli bo'lishi zarur. Bu yerda go'zallik qarashi intayin muhim. Go'zallik degan badan, chiroy go'zalligida bo'lib qolmasdan, balki axloqi, tili, ma'naviy go'zalligimi ham e'tiborga ilinishi lozim. Husn go'zalligi yillarning o'tishi bilan yo'qolib ketishi mumkin. Ammo axloq go'zalligi, til go'zalligi, ma'naviy go'zalligi bo'lsa, diyonatli ayolda mangu qoladi. Diyonatli xotin uyini bir xil jannatga aylantirib, eriga, farzandlariga, atrofidagilarga baxt saodat olib keladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 127 numberlik fatvo.